Shu turishi 26 million so'mga tayyor bo'lgan navesimizga bitta baho berib qo'yasizlar. Eni 4, uzunasi 15, adashmanlar do'stlar, bu kvadrat emas. Shu turishi 26 million so'mga tayyor bo'lgan. Bu narxlarda ichida kraskasiga 5 yil garantiya, stenalari, oltili, o'rtalari, ya'ni listlari lazer fasonda darvozaga ishlatiladigan bo'lgan. Undan tashqari bu xoralarga ahamiyat, ya'ni firmalarga ahamiyat beradigan bo'lsalar, do'stlar, bu ham lazer gulli, shunga ya'ni gibrid fasonimiz bo'ladi. Tevasida tunukalari, undan tashqari tarnovlargacha, ya'ni suv ketadigan qilib qo'yib berishgan. Buni qilsalar, do'stlar, yaxshi tomoni sizlarga, ya'ni keyin ham rahmat aytaveradi. Ya'ni ha deb meni burchatgan sho'rlab, ha deb artishlarpas. Buni qilganlaringdan keyin burchatganlaringga mashinalaringga hech nima bo'lmaydi. Havo aylanib turadi. 1 kvadrat metr narxiga keladigan bo'lsak, 180 ming so'mdan boshlab 450 ming so'mgacha bo'ladi. Yo, menga leksanli variant kerak desang, 450 ming so'mdan boshlab u yog'iga ketaveradi. Bu narxlarda ichida Vodiy, Toshkent, Samarqand bo'ylab dastavka, ustanovka, servis, o'lchash, dizaynерlik xizmati mutlaqo bepul bo'ladi. Qolgan joylarga albatta kelishgan holatda pastda ustakamiz nomerlarini qoldirdik. Nima deb o'ylaysizlar, narxiga arziydi yo'qmi? Kommentda o'z fikrlaringizni qoldiringlar.